Assalomu alaykum aka-ukalar. 21-iyul kunimizga seshanba. Bu mashinamiz ham, bunday Fortrimiz ham tayyor bo'ldi. Hop, bo'yi 1.5 bo'lgan bu mashinamizga tent qilib berganmiz. Hop, orqa holatlariga keladigan bo'lsa, orqa eshiklar arkafon eshikli bo'lgan. Furnituralari har doimgidek qulf kalitli bo'ladi. Hop, holatlari. Xuddi shunday bo'lgan. Bu plafon chiroqlarigacha qo'yib berganmiz tepasida. O'zidan o'chirib yoqsa bo'ladi, bemalol. Hop, tentimizga keladigan bo'lsa, tentimiz 700 grammli tent bo'ladi. Tent bilan fanerda o'rtasida poki bor. Qarang, tortilishlariga o'zlarincha baho berib qo'yasizlar. Manzilimiz Marg'ilonda chiroyli sifatli bir ishni qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, pastdan o'g'irlarimizni qoldiramiz. Kesin chiroyli qilib chiqib beramiz mana.